Hurmatli tinglovchilar, biz video darsimizni makkajo'xorining sistematika va morfologiyasi bo'yicha boshlaymiz. Asosan makkajo'xoriga qisqacha ahamiyatini to'xtalib o'tadigan bo'lsak, makkajo'xori o'simligi asosan bir yillik sifatida ekiladi hamda ahamiyati oziq-ovqatda, chorva mollariga o'sha to'yimli oziqa sifatida, ya'ni ko'p massa holatida ham juda yuqori oziqa birligiga ega. Undan tashqari esa doni ham chorva mollariga juda yaxshi endi makkajo'xorini biz asosiy va takroriy ekin sifatida bemalol eka olishimiz mumkin, ya'ni yetishtira olamiz. Makkajo'xori asosan Paatia oilasiga mansub, ya'ni qo'ng'irboqsimonlar oilasiga kiradi. O'simligimizning avlodi esa Zeya mais avlodiga kiradi. Ya'ni bu o'simlikning asosan ildiz qismiga keladigan bo'lsak, popik ildiz tizimiga ega, ya'ni 100-120 santimetrgacha chuqurlikkacha kiradi. Yon atrofga esa 30-40 santimetrgacha tarqoq holatda ildizda rivojlanadi. Endi poyasi tik holda o'suvchi o'simlik hisoblanadi. Ya'ni undan tashqari esa makkajo'xori ildiz qismida bitta murtak ildizdan rivojlanib chiqadi. Endi o'simligimizning o'sha rivojlanishida bularda poyasi diametri 25-28 santimetrgacha qalinlikda rivojlanadi. Endi bular ham o'sha makkajo'xorini asosan donining tuzilishi bo'yicha, kelib chiqishi bo'yicha bular 8 ta kenja turlarga bo'linadi. Ya'ni bulardan eng ko'p tarqalgan turi bu o'sha tisimon makkajo'xori hisoblanadi. Endi mana shu 8 ta kenja turidan birinchi o'rinda tisimon makkajo'xorimiz, ikkinchisi esa bu kremlisimon, kraxmalli makkajo'xorimiz bor, guruchsimon yoki qandli makkajo'xori. Böyle.